Voy do'stlar, kech bo'pti-yu уже. Voy do'stlar. To'g'rilab qo'yaylik. Do'stlar, vashshe kech bo'lib ketdi-yu, yurayotgan vaqtimizdan xayrli. Voy do'stlar, nima bu? Voy, nima bu do'stlar? Do'stlar, ne ish? Hello itibaqli do'stlar, voy, nima bu do'stlar? 3, 4, 5, 6. Buning ichida 100 sent ham bor ekan do'stlar. Dahshat-ku do'stlar. Vashshi do'stlar, buni ichiga solib qo'yamiz, $100liklar alohida qilib qo'yamiz. Do'stlar, qolib ketdi yana 3 tasi. $100liklar vashshi ko'payib ketdi-yu do'stlar. Nima bu? Nima do'stlar? Nima qilamiz do'stlar endi? Ishqilib bo'tda kamera yoki prankmi do'stlar? Bu nima bu o'zi? Men do'stlar tushunmayapman. Xo'sh, mayli do'stlar, endi sanab qo'yaylik. 4, 9, 13, nechta? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Do'stlar, 12 ta $100lik bor. Bu degani do'stlar $120,000 bor degani. Yo'q, adashdimmi yoki? Qisqasi do'stlar, bu ko'p-da do'stlar. Sizlarni bilmadimmi? Bu ko'p. Do'stlar, endi do'stlar, vashshi bu prankka o'xshaydi, lekin do'stlar, qanaqa qilib shuncha pulni bittada berib yuborishligi mumkin? Yo'q, qanaqa qilib shuncha pul tushirib qo'yishadi do'stlar? Mayli do'stlar, bu pullarni egasiga qaytarishimiz kerak do'stlar. Boshqa ilojimiz ham yo'q. Shuning uchun egasiga qaytarish uchun biza nimadir o'ylab topishimiz kerak do'stlar. Nima qilsak bo'ladi? Hozir nimadir deb yozib ketsak, kimdir masalan kelib anaqa qilishi mumkin. Do'stlar, menga bitta fikr keldi hozircha. Do'stlar, shunaqa hozir yozamiz. Qayerga qo'ysammikin boyagi joy? Mana do'stlar, topdim. Shu yerga do'stlar, nima deb yozsamikin? Do'stlar, fikr keldi. Agar kerak bo'lsa, street ikkinchi uyda. Do'stlar, shunaqa deb yozib qoldiramiz. Chunki faqat endi shu pul o'zimizda turib turadi ertagacha. Mayli do'stlar, hozir uyga kirish kerak. Do'stlar, bu yerga kitob o'qishga kirib turaman ba'zida. Aqlli bo'lamiz kitob o'qisak, lekin jamas. Do'stlar, hozir yana yurishimiz kerak. Xo'sh, uyni tezroq topish kerak. Qayerdaligini cho'ta eslolmayman, chunki ishdan kelyapman уже. Bu qishloq do'stlar. Keyin do'stlar, bu yerda qishloq. Hey, qalaysan? Men yaxshiman. O'zingchi, nima gaplar? To'xta, qayerga ketyapsan? To'xta. Men sen bilan gaplashmoqchiman. Lekin men hozir gaplasha olmayman. Mayli, xayr, yaxshi tomon. Xayr. Do'stlar, va nihoyat uyimizga ham yetib keldik. Yo'q, bu emas do'stlar, mana bu. Yetib keldik. Xo'sh, eshikni ochish kerak. Gullar bilan bezatib qo'yganman, aniq. Uyimga do'stlar 10 balldan baho beringlar. Kommentariyada yozib qoldiringlar. Bu yerda xazinalar qo'yishga. Tepaga chiqib do'stlar, hozir birinchi o'rinda uxlash kerak. Do'stlar, voy, nimaga tomqmadim? Voy. Do'stlar, ertalab bo'ldi уже. Nimalar qilishni bilmayapman. Уже uydagilar ham, bolalar ham ovozi chiqyapti. Kim bu? Kimsan? Hey, kimsan sen? Men to'g'risini aytsam, kecha siz tashlab ketgan uy bo'yicha kelganim. Bro, adashmasam siz $5,000 olmaganmidingiz?
Ha, men $5000 kech to'xtang. Nima? Rostdanam. Do'stlar, voy, nima kirib ketding uyimga? Kechirasiz. Voy, yomg'ir yog'ardimi? Voy, siz rostdan o'sha odamsiz? Voy, do'stlar, o'ylayapsizlarmi kechaga $5000 qoldirib ketgan inson edi-yu do'stlar bu. Mayli do'stlar. Siz o'sha odammisiz rostdanam? Ha, men rostdan ham o'sha odamman. To'g'risi men ovozimdan mani kichkina deb o'ylamayman, prosta ovozim shunaqa. Orqadagi golim ham mani ishchilarimdan biri. Kecha o'sha hamyonni qidirib topgaylar desam, o'sha siz uyingizga bo'lgan yo'lda aytishdi. Shunaqa gaplar. Ha, rostdanam. Pul kerakmi? O'sha kechaga $5000 topganimni hozir sizga qaytarib beraman. Yo'q, shart emas, menga pul shart emas hozir. Chunki men hozir pulni baribir ishlatmayman. Nega? Men baribir milliarderman. Shuning uchun menga hozir pul shart emas. U pulim sizga va men sizga yana bitta sovg'am bor. Qanday sovg'a bo'ldi bu? Qochib tur. Mana bro, olavering. Bu чистый sizga. Voy, rostdanmi? Серьезно? Серьезно aytyapsizmi? Ha, albatta seriozman. Chunki baribir menga bu pul unchalik shart emas degandim-ku, ham siz yaxshiligingiz uchun temir kostyum va siz loyiqsiz bunga. Voy, rahmat bro, rahmat. Voy, rahmat. Mayli ketavering, rahmat. Voy, do'stlar, ko'rdinglarmi hozir nima bo'lganini? Endi do'stlar, endi bizda temir kostyum bor do'stlar. Mana hozir do'stlar, hozir ko'ramiz. Voy, do'stlar. Vau, muncha zo'r do'stlar. Do'stlar, endi biz xohlagancha urg'unchi odam qila oladigan ishlarni qila olamiz do'stlar. Birinchi o'rinda to'r otish kerak. Hozir endi do'stlar, orqadan 4 ta qo'lam chiqadi. Qisqasi endi obunachilar, mana bu musor kostyumdan qutuldik. Endi bemalol to'r otsak bo'ladi. Vau, do'stlar, mazza-yu. Xo'sh, endi do'stlar, sizlarga bitta surprizim bor, hozir boramiz. Xo'sh. 2 minut do'stlar. Voy, nima bo'ldi? Ishqalanish kuchi deb eshitgandim, rost ekan do'stlar. Mayli. Do'stlar, ketdi endi pastga tushamiz. Endi sizlarga aytgan surprizimni hozir ko'rsataman sizlarga do'stlar. Mana do'stlar, sizlarga aytgan surprizim. Bu do'stlar, Burj Xalifa juda ham mazza deb o'ylayman. Ham Burj Xalifa ham o'rinchi odam modida. Sizlarga qanaqa uy bilmadim, lekin menga rost ham yoqadi menga do'stlar. O'sha eng tepasiga chiqishni harakat qilib ko'ramiz. To'r orqali ketdi. O'sha ancha baland ko'tarildi. Tepaga sekin chiqib ko'ramiz. Aytgancha do'stlar, hozir anaqa devordan yugurib ham chiqsa bo'ladi bu modda do'stlar. Juda ham baland chiqqanimizga bulutlarning tepasidamiz hozir do'stlar. Davay tezroq chiq. Ketdi. Voy, mana do'stlar, ishlab ketdi. Va yana tepa, va yana bitta sakrasa. Yo'la qo'y, sakra. Mana do'stlar, eng tepa yuqori cho'qqisiga chiqdik va 1 2 to'xtang do'stlar, screenshot qolish kerak-ku bunaqa sahnani. Preview uchun qo'yamiz do'stlar. Juda ham zo'r kadr bo'ladi. Endi ketdi do'stlar. Vau, do'stlar, muncha baland. Bilmadim, yaxshi deb o'yladim do'stlar. Video tugashiga video o'zi sal kamroq chiqib qoldi bu safar. O'tgan safar
2K ga yaqin 2 mingtacha odam prosmotr bo'lgani uchun 2 mingtacha prosmotr bo'lgani uchun bu videoni juda ham tezroq chiqarishga harakat qildim. Agar bu videom 2K 3K bo'lib ketsa, keyingi video ham juda ham tez chiqadi bunga o'xshab. Qisqasi do'stlar, video yoqqan bo'lsa like bosing. Bu modni do'stlar Telegram kanalimizga albatta tashlab qo'yaman. Faqatgina 20 ta like, 10 ta komment va 1000 ta prosmotr. Hammaga xayr do'stlar, sog' salomat bo'ling.